hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgunda hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Yaponiya Liberal Demokratlar Partiyasi Uyg'ur o'zbek ayol Eri Arfiyani muavin kandidat qilib ko'rsatdi. Agar saylansa, Yaponiyaning tunji Uyg'ur o'zbek parlament a'zosi bo'lib qoladi ekan. Sharq Turkiston Surgunda hukumati Eri Arfiyaga utuq tilaydi. Kunlik chaqirg'uchi to'rining 31 maydagi xabarda aytilishicha, Xitoy Yerusalem pochtasi gazetiga Isroiliya bilan bo'lgan diplomatik munosabatni ostiltish bilan tahdid qilgan. Yerusalem pochtasi gazetining tahriri dushanba kuni Isroiliyaning cho'ng gazetlaridan biri bo'lgan Yerusalem pochtasi gazetining Tayvanning tashqi ishlar ministerini ziyorat qilgandan keyin Isroiliya bilan diplomatik munosabatni ostiltganligi bilan tahdid qilinganligini aytdi. Xabarda aytilishicha, Xitoy elchixonasi Yerusalem pochtasi gazetining tahriri Yakov Katzga telefon qilib, gazet dushanba kuni Tayvanlik Joseph Wu bilan o'tkazilgan suhbatni bekor qilishga qo'shilmasa, gazet bilan aloqasini uzish va Isroiliya bilan bo'lgan munosabatni ostiltish bilan tahdid qilgan. Joseph Wu ziyorat asnosida Isroiliyani Xitoyga ishonmaslikka ogohlantirib, mustabid davlatning Tayvanga tajovuz qilishga tayyorlik qilayotganligini, erkinlik, demokratiya va kishilik huquqni qo'g'dashda Isroiliya bilan o'xshash e'tiqodda ekanligini aytgan. Yerusalem pochtasi gazetining seshanba kundagi xabariga qaraganda, Xitoy yana Yerusalem pochtasi gazetining 10 may kuni Sharq Turkiston Surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyarning yozgan maqolasini e'lon qilganligini aytgan. Salih Xudoyar kunlik chaqirg'uchi xabarlari fondiga Xitoyning Yerusalem pochtasi gazetiga qilganidek faqat Xitoyda emas, Isroiliya qatorliq davlatlardami hamma odamni kontrol ostiga elib cheklamoqchi bo'layotganligini, buning faqat yaqinqi bir misol ekanligini aytdi. Jamiyat va kultur to'ri 1-iyun kuni Darin Baylar tarafidan yozilgan Xitoydagi bir Uyg'urdan nomsiz xat degan temada bir maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada mundaq deyildi. Bir muddat burun Xitoyning sharqidagi bir cho'ng shaharda yashaydigan bir Uyg'ur yosh tarafidan yozilgan bir parcha xat topshirib olindi. Bu yosh maktubda tashqi dunyoga xitob qildi. Xitoyning sharqiy qismida yashaydigan, Xitoy bo'lmagan maktubni topshirib olgan bu kishi maktubning yozuvchisining orzusi bo'yicha maktubni menga berdi. Cho'ng bir xususiy ziyon ko'rinib tursa-mu, avtor maktubning inglizchaga tarjima qilinishini, tahrirlanishini va matbuotda e'lon qilinishini talab qildi. Maktubning yozuvchisining salohiyatini aniqlagandan keyin men buningga qo'shildim. Maktubning tuvandagi nusxasi uning yozuvchisi tarafidan tasdiqlandi. Maktubning Xitoycha nusxasiga bu yerdan erishgili bo'ladi. Avtor maktubda butun mamlakatdagi Uyg'urlarni yig'ib, qalaymaqan nazarband qilish harakati orqali tuzoqqa tushirib, atalmish Xinjiangning qorong'u dunyosida hayotning qanday vayron bo'lganligini yozgan. U Uyg'ur bolalarining ro'yining tug'ilishidan turmaga tashlanishi, ilgari undaq emasligi haqida so'zlaydi. U Xitoyga ishonib cho'ng bo'lgan. Atalmish Xinjiangdagi maktubida Xitoyning qizil bayrog'ini chiqarishdan g'ururlangan. Endi tuqqanlarining tutqun qilinganligini ko'rdi, cho'chidi. Nurg'ulg'an Uyg'urlarga o'xshash qayta tarbiyalash markazlari, halliq saviyaga yetkazish programmasi haqida nurg'un savodga ega. U ifodalagan dunyo 2022 yil mayda e'lon qilingan Qashqar viloyatidagi mahbuslarning saqchilar tarafidan tortilgan minglagan suratlarining g'oyat zo'r arxivida to'liq tasvirlangan. Maktubda men Xitoyda yashaydigan bir Uyg'ur. Men qo'rqinchli xatarga tavakkul qilib buni yozyapman. Men ismimni oshkorlashga jur'at qila olmayman. Chunki bunday qilsam bu azob men bilan cheklanmaydi. Pensiyaga chiqishga oz qolgan ota-onam balki turmaga kirishi mumkin. Kichik singlim buningdan texmi qochib qutula olmaydi. Ota-bovlarimdan boshlab oila jamoatimizning hammasi kompartiya a'zosi. Men yosh vaqtimdan tartibli hukumatda ishladim hamda doim nurg'un hukumat xodimlari bilan aloqalashdim. Ota-onam meni kichik vaqtimda Xitoy maktabida o'qitdi. Chunki Xitoyda yaxshi o'ringa erishish uchun Xitoy tili saviyasining yuqori bo'lishi zarur. Ailamizdagilar buningga qoyil bo'ladi. Bayroq chiqarishni intizorlik bilan kutatdim. 3-sinfga chiqqanda bayroq chiqarish fursatiga erishdim va buningdan faxrlandim. Men azaldan davlatni parchalashni o'ylashmadim. Oilamdagilarning ziyonkashlikka uchraydiganligini o'ylabmi boqmagan edim. Ammo mening o'y-fikrlarimning hammasi 2009-yildan boshlab asta-asta o'zgardi. Oilamdagilar azaldan qonunsiz qilmish sodir qilmadi. Tag'am Kommunistik partiyaning ko'na a'zosi bo'lib, uningga 30 yillik jazo berildi. Cho'ng onamni 3 yil qamab qo'ydi. Cho'ng onamning partiya a'zosi bo'lmagan kichik inisini diniy e'tiqodi sababidan so'lab qo'ydi. Hozir ota-onam xizmatda. Ular xizmatdoshlari oldida tanqid va kurashning obyekti. Ular xizmatdan chekinishni talab qilishga jur'at qila olmaydi. Ehtiyojchan bo'lmaganda jazo lagerlariga elib ketildi.
Bu ishlarni boshqalarning bilishi, so'zlashi kerak. Bu xil uchurlar oshkorlanganda Xitoy diplomatlari uchurning yolg'onligini, buning dalilining yo'qligini aytadi. Barliq Uyg'urlarga o'xshash mening kimligimda alohida elektronlik bexatarlik ogohlantirishi bor. Uyg'urlar hamma yerda tekshirish punktining tekshirishidan o'tadi. Nurg'ulg'an Uyg'urlar atalmish Şinjandagi yerlik amaldorlarning qattiq nazorat qilishi va parakandichilik tug'dirishidan saqlanish uchun atalmish Şinjanddan Xitoyning boshqa joylariga ko'chishga urindi. Ammo doiralar Uyg'ur aholisini tizimlashni to'xtatdi. 2017 yil atrofida qo'lga olish boshlandi. Dastlabda ilgari jinoiy ishlar xotirasi bor kishilar, ondan diniy zotlar, xalqaro sayohat xotirasi bor bo'lgan barliq Uyg'urlar qo'lga olinishga boshladi. Bu atalmish Şinjandagi bir turkum ta'sir kuchiga ega yozuvchilar va munosabatlik yuqori darajalik amaldorlarni qarshilik ko'rsatishga ilhomlantirdi. Ularning qila oladiganini faqat o'z ko'z qarashini bayon qilish va hukumatga siyosatning insonlikdan olqib ketganligini aytish. Bu texnik kuchlik bostirishga sabab bo'ldi. Jamiyatning har qaysi qatlamlaridagi aktiv siyosiyalar tutqun qilindi. Keyin hukumat kulkilik bir gavdalashtirilgan sistemani boshlatdi. Bir tağam ilgari lagerda ishlaydi. Uning lagerda tutib turgan akisini yo'qlash huquqi yo'q. Har bir jazo lageriga sonsizlagan nazorat qilish uskunalari o'rnatilgan bo'lib, lagerlarning atrofi sim bilan qo'rshalgan. Lagerlar cho'ng temir darvozalar bilan taqalgan. Xizmatchilar faqat shaxsiy xizmat kiniskasi bilan kirib chiqa oladi. Darvozaga cho'ng to'siqlar o'rnatilgan. 2019 yildan boshlab atalmish Şinjandagi kishilik huquq to'g'risidagi xalqaro mulohazalarning kuchayishiga ergashib, hukumat barliq ichki hujjatlarni tozaladi. Munosabatlik siyosat kitoblari va barliq hujjatlar birdek yo'qitildi. Lagerlar chet el taratqullari tarafidan xabar qilingandan buyon nurg'unlagan lagerlar sex va zavodlarga o'zgartirildi. Mahbuslar ishga o'rinlashgan ta'sir berildi. Lagerlarning sirtida nurg'unlagan joylarda atalmish nomrodlikdan qutuldirish turi elib berilmoqda. Nomrod dehqonlarga qarz berib, ularni uy va oliy darajalik uy jihozlarini sotib olishga majburladi. Ular her ayda banka qarzini qanday qaytaradi? Uyg'ur tilidagi ma'rif oxirlashdi. Uyg'ur tili kitoblari keng ko'lamda ko'ydirildi. 10 yilda nima ishlarning yuz berganligini hech kim bilmaydi. Ammo paket hamon paket. Haqiqatni yoshirish mumkin emas. Keyingi avlodlarning esida saqlaydigani faqat sizning ziyonkashliklaringiz. Biz Uyg'urlarning mudofaasi yo'q. O'zimizning jonini qurbon qilib, qinini eqitishdan boshqa bizning qarshilik yo'limiz yo'q. Og'zimiz pechatlanib, qo'limizdan ayrildik. Agar biz dunyoning ovozi va qo'lini oriyatga olmasak, hargizmo kun nurini ko'rolmaymiz. Biz kompartiyaning tukuriga g'arq bo'lamiz. Bolalarimizning ro'yi tug'ilgan kunlar turmaga tashlanadi. Dunyodagi davlatlardan bo'libmi islom davlatlaridan o'tinay. O'yg'ining. Manfaatni Allohdan afzal bilishga bo'lmaydi. Xudoni yaxshi ko'radigan do'stlaringizni pul sababidan bu do'zaxga itmang. G'arb davlatlarining izchil sadosiga rahmat. Biz Amerika, Fransiya, Türkiye, Germaniya qatarlıq g'arb davlatlariga muhtoj. Bizni unutib qolmang. Biz Xitoyda atalmish Şinjanda erkinlik va demokratiyaning kelishini saqlayapmiz. Xitoy oxirgi paytda o'yg'on. Keyinga chekinsang texi kechikmaydi. Bo'lmasa vahshiylikdan olgan huzuring vahshiy bir masalaning xabarchisi bo'lib qolishi mumkin, deyildi. Maktubda Xitoyga va atalmish Şinjanga demokratiya ilib kelish maqsad qilingan. Xitoydagi birining yozgan maktubidan uni ayblay olmaymiz. Uning shunchalik ovoz chiqarganiga rahmat. Ammo Sharq Turkiston Xitoyning ishg'oliyati ostida bo'ladigan qandoq Xitoy hokimiyatining almashishidan qat'iy nazar demokratiyaning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga ilib kelinishi aslo mumkin emas. Biz Sharq Turkiston xalqini hurlikka erishtiradigan birdan-bir yo'l Sharq Turkistonning mustaqilligi ekanligida ching turamiz va bu yo'lda harakatimizni davomlashtiramiz. Vatanni ozod qilishdan erishgan savob nafl Ramazon va namozdan erishgan savobdan ming hassa ustundir. Chunki vatan uchun qilgan kurash shu davlatga tava insonlarning jinini, milini, izzat obro'yini, dinini qo'g'dash uchun bo'ladi. Namoz va Ramazon faqat shu shaxsning o'ziga oid bo'ladi. Vatanni qutqizish shu vatanning har bir fuqarosi ado qilishga tegishli bo'lgan mushkul va sharafli vazifa. Eng avval ishonchni, ondan irodani, jasoratni talab qiladi. Qulluqqa mahkum bo'lma, dushmaningni yang, xalqingni baxtiyor, Allohni rozi qil. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köynələr üçün köp rəhmət. Gələr qitimli proqramımız görüşkəcə Allah'a amanət bolğaysızlar.